Opaginam, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, qandaysiz? Xudo xolasa sizga yetgan muraviylarim mana mashit. Xudo xolasa mana o'zimizdaniki hammasi bu muraviylarimizdan mana bazasi turadi. Har qanaqasidan bor. Sizga yetganimiz mana bu kabinali variant bo'ladi. Mana kabinali variantimizni обычный muraviy orqa bortiga nisbatan 20 sm balandlashtirilgan bo'ladi. Ikkitadan 4 ta stoki taqilgan. Xo'p, akkumulyatorlari keladigan bo'lsa 76 likdan 6 ta akkumulyator qo'yilgan, 60 km bemalol yo'l beradi. Orqa bortlarning ustunlik tarafi, xo'p, ikkita yon tomonga qanot bo'lib ochilib turadi. Bemalol gaybaritni yuklam ortiz bo'ladi. Xo'p, gruzi podyomimiz 1 tonna. Xudo xolasa orqa bortimizni 180 ga 130 lik bo'ladi. Ichiga keladigan bo'lsak, xo'p, rulli variant bo'ladi, avtomat. O'zini demak, kalti bo'ladi. Pechkalari bor. Mana oldilaridan buni ko'rsatadigan bo'lsam, tepasida projektor, ikkita katta chirog'i, o'zini oldi chiroqlari bo'ladi. Pavorotnik hamma narsasi ishlaydi. Oldi oynasida demak, dvorniki bo'ladi, yomg'irga qarshi. Xo'p, bokovoylar hali taqilmagan. Mana bokovoylari bo'ladi bu yoqda. Xo'p, avtomat PRNda bo'ladi. Bu yoqda gaz bilan tormozni pedallari bo'ladi. Elektronli tabloyimizda demak, zadniy kameralari bor. Ham sensorli bo'ladi. Telefonga bemalol ulab ishlatsangiz bo'ladi. Rullari mana. Xo'p, lyukimiz bor. Mana tepadan ham bitta ko'rsataman. Lyukimizda o'zini demak, ventilyatsionni sistemasi, chirog'i bo'ladi. Qishda isitishga pechkasi ham bo'ladi. Mana bitta yaxshilab ko'rsataman. Yon tomonlardan ko'rinishi. Xudo xolasa bemalol ishonsangiz bo'ladi. Zapchastlari hamma narsasi bor. O'zimizni birinchi qo'l Xitoydan olib kelamiz. Mana